Şu komünist Uyghur atalar. Abduri Abduvali Ayub. Ayalım iftarga tayyorlik qilib etib, kompyuterning oldida qopmay o'ltirganimga ranjib qoldi. Dadisi her iftardan burun bozorda nima ta'mlik, nima yeyishlik bo'lsa setib olib, iftar uchun dasturxonga tizar ekan tuq. Şu an dadam esim kelib qoldi. Ayolimning dadisiga o'xshash rahmatlik dadammo Ramazon kunlarida sexilishib ketadi. Saharda zuhurga qopsaqla, ro'za tutmasaqmo deganlarimizni elib beradi. Do'stlaring bilan hajla, savob bo'ladi deb parcha pullarni beradi. Ramazon mezgillarida to'xtamay bir yerlarga boratdiq. Mehmondorchilik qaynaydi. Dadam mahalladagi xo'lim qo'shna yaqin yo'riqlarga emas, yumqoq sutning urug'chilik, tuqqandorchiligimiz bor bo'lgan, odatda izdashmaydigan kishilarga iftorlik beradi. Bizdak sabiylar yangi yerlarda yangi do'stlarni topatdiq. Kichigimda eng qiynab o'ynaydigan kunlarim Ramazon chog'lari edi. Ayolim bilan bolalikdagi Ramazon, iftorlik va zuhurlikda tayyorlangan dasturxon haqida paranglashib, gap dadamizning dini va kommunistligida to'xtadi. Mening dadam kompartiya a'zosi. Ayolimning dadisimi bir yezga sekretar bo'lgan. 80-yillarda oramga chiqib, haj ibodatini tamom qilgan kishi edi. Ayolimning aytishicha, rahmatlik madaniyat inqilovidagi kurash pipan jarayonida sahnaga kim buguni tortib chiqarilsa, tayoqqa besilsa, ertasi shu kishiga Mavzdungning uzundilarini yodiltib qo'ydi ekan. Mavzdung uzundisining yig'inga munosabatlik yerlarini kim yodlab, zakon qo'ysa, shu oson qutlatdi ekan. Shundoq. Dadalarimiz kommunist bo'lgan. Ammo musulmonlikni qo'ldan bermagan. Chamining yetishicha Uyg'urga yaxshilik qilgan. Odatda kommunistlik bilan ro'zadorlik sig'isholmaydigan ikki uqumdak bilinadi. Diyorimizdan boshqa yerda bu ikki uqum bir-biriga qon chochidi. Shunga ba'zi arab ellarda va Turkiyada dinda o'qigan do'stlar fanniy maktabda o'qiganlarni dindorlikdan ayirib, kommunistning maktabida o'qib, e'tiqodi bulg'unib ketgan deb qo'yishimi ajablanarlik emas. O'ylab baqsaq, dadalar uchun kommunistlik jon beqishning ehtiyoji bo'lsa, din Uyg'urlikning bir parchasi ekan tuq. Turkiyaga kelgandan keyin Uyg'urlarda hech kim kommunist emasdek his qiladigan bo'ldim. Turkiyadagi kommunistlar dinsizligiga shu qadar sodiq ekanki, ro'za, namoz va zakot deganlar bilan ishi bo'lmaganning ustiga kommunist Xitoyni Ka'badek ko'rib cho'qinadi ekan. Turkiyadagi Vatan partiyasi hozir Uyg'urni qarlashda bizni Turk jamiyatiga terrorchi, oshqun, bo'lginchi deb ayblashda Xitoydanmi eshib tushdi. Mening hayron qoldiganim Xitoyga setilgani ya aslidilla dinsiz Rus kompartiyasi ya Vengriya yoki Ruminiya kompartiyasi emas, tilimiz va dinimizni eng yaxshi biladigan turklarning kompartiyasi bo'lgan. Uyg'ur kommunistning zulmida yashag'li 70 yilga yaqin bo'lgan bo'lsa-mu, turk kommunistlaridek u qadar layoqatlik, sadoqatlik va qat'iy kommunistlardan
dinsiz, diyanetsizlerden bolup çıkkan yok. Bizde dadılar komünist idi. Ama ağzımızını ayetke, ruhimizni diyanetke, kalbimizni Allah'ның mehriga çömdüretti. Bizde dadılar komünist idi. Ama qılğan əməllərimizдің mükafatını Allah'ның razılıqıga köndüretti. Qılğan yaxşılıqları bilen imanның xislatlarını sыңdüretti. Bizde dadılar komünist idi. Ama her biri hareketide günah bilen savapның nimelikini ügütüp mağattı. Bizde dadılar komünist idi. Ama kişinin hakkını yemeydi, yigizmeydi. Bizde dadılar komünist idi. Ama yalgan etsak, rızkımızın kemiyip ketadiganligiga işendiretti. Bizde dadılar komünist idi. Ama kommunizmga emas, Allah'qa, Allah'ның mehriga, adalatiga, haqqaniyatiga ishonadi. Vatan osmonini Tangir tağdak terap turgan kommunist dadillarimiz musulmonligida mustahkam edi. Ammo bizga Mo'ng'ulning kurasiga, Shibaning butxonasiga, Xo'shtning ibodatxonasiga, Xitoy ochgan qavoxonlarga hujum qilishni o'rgatmay, haroqkashlarga qarab tövbe qilishni, ibrat elishni, duo qilishni o'rgatgan. Kommunist dadillarimiz bizga kishilarni musulmon, kofir deb birini aziz, yana birini xor ko'rishni o'rgatmasdan, iymonni yaxshi yomon deb ayirib, yaxshilikni musulmondorchilik, yomonlikni kufrlik deb ta'lim bergan. Kommunist atalar bizga insonning e'tiqodiga aralashib, qalbidagi iymoniga haqorat qilishni emas, qiliqi buzuqlarni, yovuzlarni, ashaddiy, zolim, vahshiy, qovonlarni kofir deb nafratlanishga o'rgatgan. Mana bu Uyg'urcha kommunistlik. Mana bu Uyg'urcha dindorlik edi. Allah ulug' Ramazon oylarida shu kommunistlik qizil kenishkisini tozliq qog'ozdek yenidan ayirmagan bilan bir minutmi imondan, muhabbatdan, adolatdan, haqqoniyatdan ayrilmay, Uyg'urcha musulmonlikni quchoqlab yashagan otalarning ruhini xotirjam qilsin. Tugidi. 2019 yil Ramazonning 1-kuni Parij.